Biz Kosonsoy tuman Bog' Mefeda joylashgan Karim va Mukarram opa xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga Mikrokredit bank tomonidan 10 million so'mlik aholi daromadlarini oshirish bo'yicha loyiha paketiga kredit ajratilgan. 10 million so'mga chorva qo'ylar sotib olib, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paket kiritilgan. Ushbu xonadon chorvachilik faoliyati bilan shug'ullanadi hamda aholini mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlangan. Oyiga 4-5 million daromad olib, hozirda yiliga 50-60 million daromadga chiqilgan.